Xurshidjon, bugun ko'rib o'tgan kvartiramiz Bahaybat domdan Kriti bozor oldidan 8 etajli liftli domni birinchi qavatdan 55 kvadrat 2 xonali kvartira. Kirgandan koridor qismi mana bunaqa chiroyli prixojani shkafchalar qo'yganlar. Koridor kattagina, zal, spalna, oshxona va alohida sanuzol. Eshiklari MDF podzakaz eshiklardan hojatxonamiz ko'rinishi litiy unitazlar 80 talik aristonlargacha qo'yilgan, to'liq kafil bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu tomonda esa vanna xonasi, tumbuchka rakvina, stoyak smesitel qo'yilgan. To'liq metal granit ishlatilgan. Ayollarimizga yoqadigan qismi albatta oshxona qismi. Kuxni mebel garniturlari akkuratni tayyorlab qo'yganlar. Imer vichkasi, gaz plitalari ham Imer firmaniki. Dekor oynali qilib qo'yganlar bu yoqda. Kirgandan o'zingizga qarab, bemalol boshqacha manzarada baribir. Endi esa spalnani ko'rib o'tamiz. Spalnasini ko'rsatib o'ting. Katta spalna. Supermosh aboylar, high-tech lyustralar, chiroyli duv spalna tumbuchkalar bilan birga qo'yib qo'yganlar. Jihozlari ichida hech narsa olinmaydi. Pachka kvartira. Kirib yashaladigan akkuratli kvartira. Bu territoriya shu kecha kunduzda ijaraga berilsa 200, 250, 300 dollargacha bemalol qiynalmasdan ijaraga beriladigan manzil. Kriti atrofi. Uyimiz balandligi 3 o'n. Hozir bizda katta zal qismida zalimiz akkuratli ta'mirdan qo'yilgan. Patolog natijon qilib qo'yganlar. Korobni gipsakarton olganlar. To'g'rimizda esa chiroyli televizorlik PVH panel taroqlari bilan birga tayyorlab qo'yganlar. Mana bu gulcha esa iskustenli gul, qaragandan bahri dilingiz ochiladigan gul. Manzilimiz Buxoro shahar Kriti deb o'tdik. Narxiga keladigan bo'lsak, 45900 deyapti uy egalari. Tortishib talashib arzon qildik. 45500. Yana kelishtirib arzon qilib berar ekanlar. Liftli domimizning birinchi qavati. Domimiz vod bo'lgan, hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Tezda notarius qilib nomingizga chiqarib beriladigan kvartira. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.